Hürmetli vatandaşlarım, leksimizin ikincisini başlayımız. Yaponiya asası kanunu özgertiş, Asya Tinç Okyan rayında her bir kuch seliştirmesi vaziyetini özgertibitidir. Mavzulu haber 7. ayının 18. gün Doviyet orbiti ilan kılındı. Biz Yaponiya doğrusu dalmış peyte hazır asası kanunu özgertiş için Yaponiya'da kitivatkan ve siyasi faaliyetler doğrusu sözlesek vatandaşım herkes bundan zirki şey kılmang. Yakında torbetlerde şundak vakalar şundak makalalar ilan kılındı. Şinjan'ın Xitayga mustamliki bulup gelişi Hitler Germaniyası keltirip çıkadı, Hitler keltirip çıkadı degендek. Yani şundaklı Yaponiya'nın Jungo'ga tacavuz kılışı yaki bu uruşdan galbi kılalmağanlığı Uyguristan'dak, Manjuriya'dak devletlerinin Xitayga mustamliki bulup gelişideki tarihi asas ve tarihi sebeplerdir. Şuna biz bir yerde Yaponiya doğrusu söz degende herkes zirkiş yes kılmang. Çünkü hazır Yaponiya'da ketivatkan bu hareket aynı vaxtki minci saat hareketiga seliştirganda mı onundan ortak bir hareket olup aynı vaxtki minci saat hareketine başlayan minci padişahının özünü eysak hazırlık günde Shinzo Abe'ni hem şunun seliştirgili ve onu da ortak baha versak mı buludu. Çünkü hazır Shinzo Abe yetekçiliginde Yaponiya halkı İkinci Dünya Uruşu'nun ramkisinden çıkıp getiş. Biz bir yerde şu narsani unutup kalmasligimiz gerek. Prezident Obama hükümetinin Yaponiya'ga bu derecede gamxo'rlik qilishini yoki Yaponiyani rejimden yoki ramka ichidan ozod qilib etish uchun yo'l qo'yganligi bu tarixiy xarakterlik ish. Endi esinglarda borki, yaqinda Prezident Obama Nagasaki Hiroshima aralığı berip şu vaxtki atom bombasida vafot bo'lganlar qabristonligiga gulchambarakni qo'ydi. Mushundaq ozod qilib etish natijasi Yaponiyaning sharqda yiroq sharqda qad ko'tarib, o'zining normal davlatlik o'rnini keltirishi kelgusi Osiyoga qanday ta'sir ko'rsatadi emas, Uyg'uristonning siyosiy o'rniga ta'sir ko'rsatadi. Şuna biz bunu söylesek herkes zirk his kılman vatandaşım. 7. ayının 10. günü Yaponiya Parlament Kengaş Palatası bilet taşlaş arkalık Roşellik derdisini naiti yukarı götürüp kayıt sayılmış tegişlik bolgan parlament ki 121 kişilik orunda Birleşme Hakimiyet Yürgüzgücü Erken Demokratlar Partisi ve Japonya'nın Adalet Partisi yeniden 10 oranla koşup İki partiyanın parlamentiki o'rnini 145 kişilik oranға yetkizip, bununla asası kanunu özgertishga qo'shiladigan iki 10 partiyanın iki o'rnini qo'shib 242 nafar kişilik Kengash Palatasının parlamentiki o'rnini egalladi. Demek asası kanunga özgertish elip berishning qonunliq yo'llari tug'ishliq holda Yaponiyada g'alaba qildi degan gap. Parlamentdagi 3dan 2 qism o'rinni egaldi. Bu albatta asosiy qonunni o'zgartirishdan qonun to'sqinligini supurib tashlaganlikdan derakmadi. Albatta asosiy qonunni o'zgartirish hozir Yaponiya jamiyatining taqozosi bo'lib qoldi. Endi bu holatni keyniga qaytarib bo'lmaydi. Yaponiyaning tinchlik asosiy qonunining qo'shilishi Asası kanundan qutuluşu, Yaponiyanın tinchlik asası kanundan qutuluşu Asiyada zincirisiman inkas qo'zg'aydi. Jungo aldırab dinab endi burun qo'shnisi o'xshamaydigan qudratli qo'shnisiga taqobil turmusi bo'lmaydi. Burunqi Yaponiya aziz Yaponiya deydi. Chunki asosiy qonun sababli. Endilik asosiy qonun o'zgarsa Yaponiya qudratli Yaponiyaga o'zgardi. Yaponiya'nın siyasi tüzümü Shinzo Abe qatarlıq asası kanunu özgertkiçiler eqimiga asallık doğdurup bədi. Bu elbette Yaponiyada köpdegen fuqarolar ve siyasi sarxillarning qabul qilish ve asası kanunu özgertishni qo'llashidan derak berdi. Yaponiyani davlatlar aro urush qilish huquqiga erishtirdi ve kollektiv qo'g'dinish huquqiga erishtirdi. Normal devletlik, Yaponiyanın normal devletlik o'rnini asli keltirish huquqiga erishtirdi. Yaponiyanın asası kanunu özgertishi Asya Tinch Okyan rayonining harbiy kuch selishtirmasini ve stratejik vaziyatini o'zgartirdi.
Yaponiyanın asası qanunu özgertişi qanuni cəhətdə uruş qilish huquqiga ega bo'lishli emas, balki 70 yildan beri Yaponiyada cheklangan harbiy kuch sohasida bösüş hosil qilib, harbiy ishlar qurilishi va islohot elib berishdan derak berdi. Yaponiya tuprug'ini qo'g'dashni asos qilgan burç qilgan, vazifa qilgan Yaponiya qo'g'dinish armiyasi endi nomini, armiya nomini o'zgart, davlat mudofaa armiyasi o'zgartib qolmasdan harbiy kuchni kengaytib, o'xshash bo'lmagan armiya xillarini moslashtirishni mukammallashtirib, havo armiyasi va dengiz armiyasini asos qilgan qo'shma xarakterlik hujum bilan mudofaani birlashtirish tipidagi muntazam armiyaga aylandi. Demek asas qanun özgertilgendeki Yaponiyanın qoğdırış kısımları o devlet müdafaa karakterlik armiyaga aylanadi. Yaponiyanın qurulğusu yeni armiyasi devlet menfaati ihtiyaclıq bolgan her qandaq joyga yetib bora alaydı. Hatta bütün yer şarının her qandaq burjekleri teşebbüskarlık bilen avval hücum qila alaydı. Yaponiyanın vaziri Shinzo Abe bu negizlik tüpki özgürüşte ollu burun oturğu koygan idi. Endi asas qanun özgertilgendiği için yuqorqidaq özgertişler qadam yolga qoyuludu. İqtisad, fen, texnika, sanaat küçü, kudretlik ve yoşurun küç, ümitlik bolgan Yaponiya qoğlışıdığan nişan Asya Tinç Okyanı rayonunun rahberi buluş. Davit orbitede vatı Xitaylar başqurgan dekin. Demek bu yerde sen rahber bulamtın Asya'ya biz bulmamdık çünkü demekçi buluvatıdı. En ali nişanı bolsa elbette dünyaya rahberlik qilish ve başquruş işleriga aralışış. Yaponiya Bexatarlik komitetiga a'zo bo'lishni unutib qolgani yo'q Birlashgan Davlatlar Tashkilotining. Rayon doiralik cho'ng davlat hisoblangan Yaponiya dunyoga qarab o'zgarishi, hozirgi harbiy kuch bilan qanoatlanib qolmay, qudratlik ve muayyen derecede kudretlik buluştun hem halkıp ketken harbiy kuchni qo'g'lishidir ve şu nişan için kurash qiladi Yaponiya. Urush davrida 1944-45 yillar Yaponiya Manjuriyadan ichki Moңg'ul ve tashqi Moңg'ul orqali bizden vatanimiz Uyg'uristonga, Sharq Turkistonga temir yo'l tortishni plan kirgizgan. Şu vaqtki Yaponiyanın temir yo'l ministerligining plani shundoq plan edi. Endi bugun qaraymizki Xitoy hukumati bu Şinjan Uyg'uriston orqali temir yo'l tortib Germaniyaga, G'arbiy Yevropaga, hatto Sharqiy Yevropagacha ketyapti. Demek hozir Xitoyning iqtisod masalasida Şinjan intayi muhim bir strategik o'ringa aylandi degan gap. Şunu biz Xitoy hukumatiga aytamizki, u iqtisodiy jihatda qancha sezgur bo'lsa, siyosiy jihatda ham shuncha sezgurdir. Yani bir tarafdan aytaylik, vatandoshim bugun nima deydi bir xabar keldiki, Angliya Yevropadan chekinib chiqib, Yevropa ittifoqidan chekinib chiqib, endi Jungo ittifoqiga qo'shiladigandan. Xuddi qandaqdir atalmış Sharq Turkiston Islom partiyasi degan tashkilotni terrorist tashkilotlar qatori tizimlagan emish. Angliyaning bu qilg'ini nima ish? Buniga biz hozir savol qo'ya olmaymiz, javob topolmaymiz. Demak, Angliya Jungoga yaxshiroq bo'lmoqchi. Sababi yanchiqda dollar tugadi deysan.